Haqiqiy besim bu yerda. Barliq insoniyatdagi qo'rqish tuyg'usi o'xshash bo'ladi. Bularning ichidagi asosliq bo'lgan qo'rqishlar bo'lsa, birinchi, men yetarlik emas deb qarash. Ikkinchi, meni hech kim yaxshi ko'rmaydi deb qarash. Nima uchunligini tushuntirib beray. Psixik doktorning qishig'i berib davolangan kishilar o'zining ma'lum bosqichdagi turmushida boshqalar tarafidan ahamiyat berilganligini yoki so'yilganligini biladi. Ular psixik doktorning qishig'i berishdan burun shu xil qo'rqinchda hayotini o'tkazgan edi. Endi hozir siz psixik doktorni izlamasangizmi bo'ladi. Men sizga oddiy qilib tushuntirib qo'yay. Bizda bu xil ishlar ko'p yuz bergan. Shunlashqa odam bilan hayvonning farqi bor. Hayvonot dunyosi ichida ko'pincha hayvonlar cho'ng bo'lgandan keyin mustaqil yashaydi. Ular uzun mezgil bir-biriga tayinib olmaydi. Navodi sizdan bir qushqash deb faraz qilsak, siz bir necha kun yoki bir necha haftadan keyinlar qushqa changisdan qo'g'linsiz. Agarda siz bir yılan yoki toshbaqa bo'lsangiz, tug'ilibla o'zingiz jahondarchilik qilasiz. Bu turdagi hayvonlarga nisbatan ularning atrofida ularga yordam beradigan hech kim yo'q. Mushundaq bo'lgandila ular cho'ng'aya oladi. Biroq biz inson, bizning yashashimiz uzun mezgil o'zaro tayinish bilan bo'ladi. Bu tayinish xuddi yangi tug'ilgan bovoqning ehtiyoji o'xshabmi qoladi. Biz insoniyatga texnik yaxshiroq qarab boqaylik. Bizda hayvonlarga xos bo'lgan o'zgacha zahar bo'lmaydi, yoki alohida o'tkir tirnoqimiz bo'lmaydi, yoki o'tkir tishimiz bo'lmaydi. Bizning taraqqiy qilishga afzalligimiz bo'lsa, o'zaro tayindigan iqtidorimizning bo'lganligida. Ya'ni bu jarayonda biz o'rtaq ideya, o'rtaq his tuyg'u, o'rtaq hissiyot, o'rtaq ko'z qarashdan tang bahramand bo'lamiz. Bu insonlarning shu qadar kuchli taraqqiy qila olganligining sababi shu. Siz bilamsiz, agar bizni yolg'iz ayirsa qandoq bo'lar? Agar bir bovoq tug'ilib yolg'iz qolsa, u cho'qim o'ladi. Uning sababi u o'sib ketilishda muhabbatga muhtoj, parvish qilishga muhtoj, ona sutiga muhtoj, issiq sovuqdan qo'g'dilishga muhtoj, yemaklikka muhtoj. Shu sababdan insondagi muhabbat bir-birini har vaqt tortib turadi. Muhabbat bo'lsa bir xil ehtiyoj. U qalbimizda cho'nqir yiltiz tortgan. Muhabbat bo'lsa tabiiy yashash iqtidorining oldingi sharti. U bo'lmasa biz o'limiz. Shuningdan muhabbatning qanchalik muhimligini bilib olg'ili bo'ladi. İnsanlar intayin alayda qilib yaratilgan. Shu sababdan insonlarning hayoti o'sib ketilish bilan zich munosabatlik. Hayvonotlar dunyosida bo'lsa, ko'pincha hayvonlar bir-biriga tayanmaydi. Mayli apsi, dadsi bo'lsin, ular o'zaro uzun tayinib olmaydi. Ular uzun mezgil bir-biriga tayinib yashamaydi. Undaqda insonchi, insonning o'ziga xos alayligi ham tabiiy iqtidori bo'ladi. Shu sababdan ota-onangizning sizni so'ymay amali yo'q. Bo'libmi onangiz? Chunki har bir ayol homildor bo'lgan vaqtda uning badanida alayda bir xil hormon paydo bo'ladi. Bu xil onalik hormonining rolida bovoq tug'ilganda, garchi bovoq nihoyat sat bo'lgan taqdirdami, ona o'zini tutib ololmagan holda bovoqni so'ydi. Garchi u bovoq qog'ida qop-qora sat bo'lgan taqdirdami, ona uchun dunyoda uni eng jalb qilgan narsa yanili bovoq bo'ladi. Ondan qiziqarligi bovoq samrishga boshlaydi. Bu vaqtda ko'pchilik hammasi uni chiroyliqkan, o'maqkan, dadsi qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan, onasi qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan degandek so'zlar bilan maqtashga boshlaydi. Siz ba'zida bovoqingiz kekirsa, nihoyat rahat his qilasiz. Kulsa, texmi rahat his qilasiz. Shu chaqda hatto siz o'zingizni tutib ololmagan holda onam, tatliqim, batirim, deb ketishingiz mumkin. Agar bovoqingiz qusib atsa, siz voy bichara qo'zam, nim bo'ldingiz qo'zam, naringiz og'riyotdi. Sizni og'ritib qo'ydimi? Tatliq qo'zam, yaxshi bo'lib ketsiz, jinim qo'zam, deb uni suyib, siylab ketsiz. Shunday emasmi? Sizdami bovoq vaqtlaringiz bo'lgan? Shu vaqtlarda siz mayli nimani qilishingizdan qat'iy nazar hech ish bo'lmaydi. Chunki siz sevgi dunyosida. Chunki siz faqat varanchurin qilib qo'ysangizda, boshqalar kelib sizning ehtiyojingizni qondiratdi. Siz hayotingizda oxir qatim qachon bu hissiyati bo'lib baqqan? Qiziqarli bo'lgani, bu xil hormonning onaning tenidan ayrilgan vaqti bo'ladi. Onaning tenidan to'xtaydigan vaqti bo'ladi. Bu vaqtda bola tadrijiy holda mustaqillikka qarab yuzlanadi. Demak, odam bilan hayvon o'xshamaydi. Odamning o'sib ketilishi hayvondek bir necha hafta yoki bir necha oyda bo'lmaydi. Odam bolalari tug'ilgan kundan boshlab toki ona sutidan mustaqil bo'lgan kunigacha 5, 10, 15 va yoki 20 oy ketishi mumkin. Psixik jihatdan tayinish bo'lsa, balkim bir umr davomlashishi mumkin. Biz hozir bir-birimizga tayinadigan dunyoda yashayapmiz. Chunki siz bilasiz, agar birisi sizga ko'ngil bo'lmasa, agar muhim deb qaralmasangiz, agar yetarlik muhabbatga erisha olmasangiz, siz undaqda yashay olmaysiz. Ya'ni kichikkin bir shin deb o'tili. Agar siz kichik vaqtingizda zaxmigan bo'lsangiz,
tegishlik muhabbatga erisholmagan bo'lsangiz, sizning ota-onangiz yoki birarsi sizga biror nima deb qalbingizga jarohat elib kelgan bo'lsa, yoki birarsi sizni tashlavatgan bo'lsa, ular sizga siz erishga tegishlik muhabbatni bermagan bo'lsa, siz azoblanasiz. Hem özünüzü yo'qitib qo'ysiz. Hattoki siz cho'ng bo'lib, yosh quramingizga yetgan chaqdimi, bolalikdagi sho'xil jarohatning ta'sirida ichingizni bir nima tatilab, nachar bo'lgan psixik holat shakllanib, psixik doktorga ko'rinishingiz mumkin. Bu bo'lsa, biz deb o'tgan heliqi qo'rqinchning sizda bo'lganligi. Birinchisi, siz o'zingizni yetarlik yosh deb qaramadingiz. Ikkinchisi, siz suyish va so'ylashga muyassar bo'la olmadingiz. Shu sababdan o'zingizni kamsitdingiz. Biroq shuni maskartib qo'yayki, hamda esingizda ching tutingki, biz degan inson hammalarning bu xil kechirmishlarimiz bo'ladi. Biroq ba'zilar shu xil kayfiyatda bir umr yashab o'tib ketadi. Biroq shuni tushunishingiz kerakki, bu xil ahvol hissiy munosabatga azob elib keladi. Ba'zida sizga nisbatan boshqalarning chiroyida sizni so'ymaslik, sizni ancha muhim emas degandek fikrlar chiqib qolgandek bilinsa, sizda muhabbatdan ayrilib qolgandek, hissiyat jihatdan o'lgandek tuyg'u darhol paydo bo'ladi. Agarda bizda ashundoq pasif ideallar paydo bo'lsa, shuning bilan birga qo'rqinchmi paydo bo'lishga boshlaydi. Bu xil qo'rqinch paydo bo'lgan chaqda ko'p sondagi kishilar qochib qutulishga urindi. Ular balkim mushg'ul kayfiyat tufaylidan boshqalarga azor berishi mumkin. Chunki ular boshqalarga azor bersa, o'zini yaxshiroq bo'lib qolgandek his qilishdi. Ular bu xil qo'rqinch kayfiyatini hal qilishning o'rniga uningga yoki bardosh berishni tanlaydi yoki o'zini elib qochadi. Shu orqali ular o'zlariga to'xtamay azor berdi ham azob elib keladi. Ular bargan siri mushg'ul umidsizlik hissiyatga cho'nqur petib ketib, o'zlarini hech nim qila olmaydigandek his qiladi. Yoki ular o'zlarining diqqatini burash uchun zaharlik chekimlik chekishi mumkin, aroq ichishi mumkin, televizor ko'rishi mumkin yoki haddidan ziyoda xizmat qilishi mumkin va yoki boshqa ishlarni qilish orqali diqqatini burishi mumkin. Haqiqatan shunday bo'ladi. Ular shu paytda yaxshi his qilishi mumkin. Shunlashqa ular o'zini dal shu paytda muhim deb qaramaslikdan hojati qolmaydi deb qaraydi. Ba'zilar xo'rlangan taqdirdimi boshqalarni so'ydi. Chunki ular bu xil muhabbatdan, bu xil bog'lanishdan, bu xil muhimlikdan ayrilib qolishdan qo'rqidi. Ular mening tayoq yeginim bo'lsa, mening diqqat qilishga erishkinim, balkim bu xil diqqat qilishga erishkinim meni keyincha muhabbatga erishtiribmi qala deydi. Yana ba'zi kishilar erishish usulini ishlatadi. Ular agar men yetarlik pul topsam, yetarlik futuq qazansam, kishilar meni muhim deb qaraydi. Ondan ular menga muhabbat ato qiladi deb qaraydi. Muhabbatga erish bo'lsa, ruhiy jihatdagi asosli bir talab. Biroq aramizga ko'pincha kishilar o'zini nimaning oldi qarab ishtirib mevatganligini bilmaydi. Hamda qandaq bir ong, hamda qandaq qoida tizimlarning bizni kontrol qilib turayotganligini bilmaydi. Biz buni azaldan aniq holda tafakkur qilib boqmagan. Chunki bizga nima kerakligini bilmaymiz. Nima uchun kerak bo'lib qolganligini bilmaymiz. O'zimiz erishmoqchi bo'lgan narsaga erishishning usulini bilmaymiz. Biz nimaning bizni qo'zg'atayotganligini bilmaymiz. Biz qilayotgan ishimizni nima uchun qilayotganligimizni bilmaymiz. Biz faqat qilish kerakligini bilamiz. Agar siz bu xil pasif kayfiyatlardagi odamlarni bir yerga akilib qo'ysangiz, nima yuz berib ketar? Albatta, intan ko'p azob bo'lib ketadi. Nima uchun shunday ko'p azobdan bo'lganligini bilishga biz ham taqozo bo'lamiz. Bu dunyoda faqat o'xshashmagan ikki turdagi odam mavjud. Er bilan ayol. Ular biokimiya tarafdan o'xshamaydi. Shuning uchun ular o'xshamagan o'ylarda bo'ladi. Ularda ikki xil energiya bo'ladi. Erlarning asosli energiyasi bo'lsa erishish, tamomlash, bosish, erkinlikka erishish. Ayollarning asosli energiyasi bo'lsa muhabbat. Bizda bu ikki xil energiya tang mavjud. Sizning qaysisini bakrak taraqqiy qildirgingiz bor? Bu xil energiya bir-biridan shundoq farqli. Shunlashqa ularda to'qinish bo'ladi.